Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda medovik shirinligini tayyorlaymiz. Shirinligimiz uchun bizga kerak bo'ladi shu mahsulotlar. Hammasini sizlarga grammajlarini opisaniyada yozib qoldiraman. Birinchi ishimizni krem tayyorlashdan boshlaymiz. Sutni qozonchaga solamiz. Kraxmal solamiz. Shakarni ham solamiz. Tuxum solib bitta aralashtirib olamiz. Bitta aralashtirib olganimizdan keyin gazga o'rta olovda qo'yib kremimizni pishirib olamiz. Olovga qo'yganimizdan keyin kremni tinimsiz aralashtirib turish kerak. Tez tega olishi mumkin. Shuning uchun tinimsiz aralashtirib turamiz. Mana shunaqa quyuq holatga keladi. Ustidan saryog'imizni ham sovoramiz. Aralashtirib boramiz, saryog'lari erib ketadi. Mana tayyor kremimizni endi ustini strichlab sovutishga olib qo'yamiz. Strich bilan kontakt qilib yopamiz. Sovutishga yuboramiz. Kremimiz sovib turguncha ungacha korjlarini tayyorlab olamiz. Korjlarini tayyorlash uchun birinchi ishimiz tuxum bilan shakarni mikserda ko'pirtirib olamiz. Ham sovolamiz. Endi oppoq ko'pik holatiga kelguncha mikserlaymiz. Mana tuxumimizni ko'pirtirib oldik. Qozonchaga asalni sovolamiz. Xohlasanglar toza asal ishlatsanglar bo'ladi yoki sun'iy magazin asalini ham ishlatsanglar bo'ladi. Ustidan osh sodasini ham solamiz. Aralashtirib o'zimizga kerak bo'lgan rangga chiqazib olamiz. Karamelniy holatga kelguncha aralashtirib turamiz. Shunaqa chiroyli qilib ranglarini chiqazib olamiz. Gazni o'chirib, ustiga sariyog' yoki margarin solamiz. Saryog'lari erib ketgandan keyin buni ozgina sovutib olamiz. Ko'pirtirib olgan massamiz ustiga asalli massani sovutib qo'yamiz va aralashtirib olamiz. Yaxshilab mikserda aralashtirib olganimizdan keyin uni to'rt bo'lakka bo'lib olamiz. Bir xil idishga solib to'rt bo'lakka bo'lib chiqamiz. Mana to'rt bo'lakka bo'lib oldik. Endi bittasini kalka solingan qog'ozga yupqa qilib shu ko'rinishda ochib olamiz. Va gaz pechiga yuboramiz. Korjlarimizni pishirish uchun 180 gradusda 10 minutga yuboramiz. Mana korjlarimizni hammasini pishirib, sovutib oldik. Endi qaymoqli krem tayyorlab olamiz. Mikser idishimizga qaymoqni solamiz, sug'ishoniy молоко solamiz. Mana qaymog'imizni ko'pirtirib oldik. Endi ustidan buni haligi tayyorlab olgan zavarnoy kremimizni solib, lopatkada aralashtiramiz. Endi pishgan korjlarimizning chetlarini kesib tekislab olamiz. Endi korj krem qilib yopishtirib olamiz.
Endi yonidan chiqqan kesib olgan qo'rishlarimizni chopperda maydalab olamiz. Mana shu holatda maydalab oldik. Mana maydalab tayyorlab oldik. Endi buni elak yordamida ustiga bir tekisda sepib chiqamiz. Mana medoviyamiz tayyor. Buni ozgina muzlatib, keyin kesishinglarni tavsiya qilaman. Bugungi darsimiz tugadi. Hammaga rahmat.